Assalomu alaykum. Ayajon, dejon. Nima olib kelding? O'yinchoqmi bu? İftorlikda birga ishimiz uchun marmeladlar olib keldim. Ha, marmelat olsang, bir dona olsang bo'ldi. Arzon ekanda, bitta donasi 36 ming so'm ekan. Agar ko'p olsa, optim qilib olsa, arzon qilib berishar ekan. Shuncha ko'pgina oldim. Ta'mi yaxshi ekan bo'lsa qani. Aynaxon, Umarxon ukangiz tug'ilganida juda ko'p shirinliklar yevormadingizmi o'g'lim? Yevormadim. Umarxon tug'ilgandan beri Havas oilasiga juda ko'plab shirinliklar yuborishyapti, tanish bilishlar, bizni yaxshi ko'rganlar. Mana hozir ham shoistam kekdan shunaqa chiroyli shirinliklarni yuborishibdi. Umarxonni tug'ilganligi munosabati bilan. Judayam ajoyib mevaga to'laman bunisi meni e'tiborimni tortdi. Chiroyli ekan. Appetitli ko'rinadi. Bundan hozir yeb ko'ramiz. Bularga rahmat aytamiz. Ada siz yeb bering. Tagida qo'lda o'rish kerak buni mevalar. yo'q, tagida anaqa ekan. Trifle deydimi? Trifles. Ha. This is trifle. Ajoyib, ajoyib. Endi Choylar to'rt kesib o'tirmas ekanmiz, bundoq qoshiqda olib o'zbekchasiga yeyiladi. Judayam. Ali. Qaysinisidan? Ali. Bu alohida yerkan. Ayxonga, mana alohida bolajonimga. Qani mana ekan, qoshiqda olib yeyingchi. Yumshoqligini qara, shuni qilsam o'zi kirib ketdi. Yumshoqqina. Asiya. Au. 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 Uy, shirin qiz. Gapirishini qara. Tilingiz tez chiqadimi mana Seni siz? yaxshi ko'radi qahramon. Tilingiz tez chiqadimi, Jumona? Ahu qiling. Ahu. Al. Ahu. Hachonim bola. Qoshingni chimirmay, to'g'ri narmanni yot. Bo'ptimi? Nima bo'ldi? Nima qildi ayasimi? Ayasimi? Nima dedi ayasi? Sut bermayman dedimi? Tur ishlarni qil deydimi? Urushamiz ayasini. Senga ish buyurmaydi. Bo'ptimi? Aytib qo'yaman men ayasiga. Ayasiga aytib qo'yaman. Hali kichkina bu, ish qilish bilmaydi. Katta bo'lib qiladi bu ishlarni. Oshno deydimi? Tur, mana yig'ishtirib qo'ygin deydimi? Nima dedi? O'zing joyingni o'zing yig'ishtir deydimi? Nima dedi?